Assalomu alaykum. Sizlar bilan 53 sigini navbatdagi qismiga ham yetib keldik. Bugun sizlar bilan javobni yozishda e'tiborga olish kerak bo'lgan qismlarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Bu hali boshlang'ich. Nasib keyingi darsdan o'sha kirish qismini boshlaymiz. Tushundik qismining oxirgi darsi desak ham bo'ladi. Bugungi darsi, ya'ni tayyorgarlik darsining so'nggi darsi. Boshladik unda. Javobni yozishda e'tiborga olish kerak bo'lgan narsalar. Birinchi o'rinda biz vaqt, shigan turibdi. Vaqtga e'tibor qaratishimiz kerak. Sigi yozish vaqti umumiy 50 minut. Sigi 53 uchun, ya'ni 10-15 daqiqa vaqt ketkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aynan 53 sigini yozishda 10-15 daqiqa vaqt ketkazamiz. Keyingisi pulyan, ya'ni bo'g'in haqida gap ketyapti. 200 tadan 300 ta bo'g'ingacha yozishimiz kerak bo'ladi. 300 bo'g'indan oshmasligi kerak. Ya'ni oshib ketsa ham bu yerda bizdan balayib tashlanadi. Neon mazmuni muammoda so'ralgan barcha topshiriqlarni yozishimiz kerak. Ya'ni nimadir qolib ketish kerak emas. Berilgan ma'lumotlar yoki diagramma mazmuni asosida yozilishi kerak. O'zimizdan qo'shmaymiz. Ya'ni mana siz uni o'z xohishingiz bilan o'zgartira olmaysiz. Ma'lumotlar yoki diagrammalardagi barcha harflar va tarkib yozilishi kerak. Hatto bittasi ham chetda qolmasligi kerak. U bir yoki ikkita xat boshda yozilishi kerak. Biroq agar matn juda ko'p bo'lsa, bitta xat boshi yaxshiroqdir. Ya'ni abzas deymiz-ku. Bitta yoki ikkita, agar matn kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bittadan ham yozsangiz bo'lar ekan. Ya'ni tilga qanaqa e'tibor qaratishimiz kerak shu haqida. O'rta darajadagi lug'at va grammatikalardan foydalangan holda yozish yaxshi. Ko'p ham emas, ko'rayotgan bo'lsangiz o'rta. Bir xil iboralarni qayta ishlatishdan ko'ra, ularni turli usullarda qo'llash yaxshiroqdir. Bitta, ya'ni bittani doimiy takrorlagandan ko'ra alternativa o'rnini bosuvchi sinonimlardan foydalanganingiz yaxshi deyapti. Matnning rasmiyligiga ko'ra ya'ni kitobiy uslub shaklida yozish kerak va u taqdim etilgan shaklda ishlatilmasligi kerak. Ya'ni quruq o'zi bilan yakunlab qo'ya olmaysiz. Kitobiy uslub bor, o'sha kitobiy uslubda, so'zlovchi uslubida yozib yakunlashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bizda maxsus vongoji bo'ladi, ya'ni katakchalarni ichiga to'ldirishimiz kerak bo'ladi. 52, 53, 54 bo'ladi. Maxsus katakchalarga to'ldiramiz hammasini, ko'rib turganingizdek. Xat boshi haqida imo-ishoralar bo'yicha bu yerda unchalik to'liq ma'lumot berilmagan. Birinchi mana bu 0 ko'rayotgan bo'lsangiz, shu uslubda yozish kerak. X bu uslubda yozib bo'lmaydi. Lekin iloji bo'lsa men alohida bu bo'yicha bitta dars yana tayyorlayman. Va uni ham joylab qo'yaman vongoji to'ldirish bo'yicha. Bu universal bo'ladi. 52, 53, 54 uchun atalgan bo'ladi u dars. Ko'rib turganingizdek, bo'ldi, o'sha bu yog'i bizda asosiy qismini boshlaymiz. Bu yakun chunbiy qismini oxirgi dars edi. Keyingi darsdan o'sha grafika kirish, to'ldirish, shablonlardan foydalanish, shu haqida to'xtalishni boshlaymiz sizlar bilan. Chunbiy qismini umumiy 5 ta darsda, video darsda ko'rib chiqdik. Hammasini yaxshilab ko'ring, o'rganing. Ya'ni 53 haqida sizda tushunchaga ega bo'lasiz. Va shundan so'ng jadvallarni ketma-ket ishlashni, savollar ustida ishlashni boshlasangiz bo'ladi. Krom yorobon, sobiq nasoyon. Bugungi darsimizni tugatamiz. Xayr, salomat bo'ling.